Word'da tekst tahrirlagan vaqtda tekstga nisbatan uning yo'nalishi, xat nusxasi va xat cho'nligini tengshash tekstga nisbatan eng asosiy xoslik hisoblanadi. Biz tuvanda amaliy misol orqali bu mashg'ulotlarni ko'rib o'taylik. Word'da biz yeni bir hujjatni qurgan vaqtimizda bu nur belgininki sol tarafdan boshlanganligini ko'ramiz. Bu odatda nur belgininki yo'nalishi sol tarafda bo'lishi mumkin, o'rni yoki tekstning yo'nalishi sol tarafda bo'lishi mumkin, ya'ni soldan o'ngga bo'lishi mumkin. Odatda biz Uyg'urcha tekst yozgan vaqtda cho'qim buning yo'nalishini o'ngdan solga qilib tanlashimiz kerak. Navoda biz aralash yoziqlarni bir taraf qilsak, tekstimizninki asosiy mazmuni qaysi tilda bo'lsa, shu tilning yo'nalishi bo'yicha tanlasak bo'ldi. Masalan, biz Uyg'urcha bir maqola yozib, buning ichiga xanzurcha, inglizcha, boshqa yoziqlar yoki soldan o'ngga yozilgan formulalar qisilgan bo'lsa, bizning maqolamizning yoki tekstimizning asosiy tili Uyg'urcha bo'lganligi uchun yo'nalish cho'qim o'ngdan solga bo'linishi kerak. Agar yozganimiz xanzurcha yoki inglizcha tekst bo'lib, uningga bir qancha Uyg'urcha so'z yoki bir qancha Uyg'urcha jumla qisilgan bo'lsa, buning yo'nalishi soldan o'ngga bo'lishi kerak. Ya'ni biz cho'qim oldi bilan bu yerda yo'nalishni tanlab olamiz. Uningdan keyin bizning tanlaydiganimiz xat nusxasi. Ya'ni bu yerda xat nusxasini cho'qim bir Uyg'urcha xat nusxasiga tanlashimiz kerak Uyg'urcha xat yozish uchun. Windows'da odatda Microsoft Uyg'ur deb bir Uyg'urcha xat nusxasi ta'minlangan. Microsoft Uyg'ur xat nusxasi. Bu odatda biz sirtdan hech qanday xat nusxasi qachilmagan vaqtdami bu xat nusxasi kompyuterda bor. Navoda bu xat nusxasi bizga toza chiroyli ko'rinmasa yoki bu bizning ehtiyojimizni chiqarmay qolib qolsa, biz boshqa xat nusxalarini qachilab ishlatsak bo'ldi. Masalan, El-Kotibning xat nusxasi yoki televizor ko'rsatib taqatgan UKK kirgizgichning xat nusxasi deganga o'xshash. Windows Vista'dan Vista 7.8 deganlarda Uyg'urcha kirgizgich bor bo'lg'achqa bizning Uyg'urcha kirgizgichni qachilishimizdan qat'iy hojat yo'q. Faqat xat nusxasini ko'chirib ishlatsak bo'ldi. Xat nusxasini sistema diskisidagi Windows mundarajasining ostidagi font degan mundarajaning, ya'ni hujjat qisqichning ichiga ko'chirib qo'ysak ham uni Word'da ishlatgan bo'ldi. Biz xat nusxasini tanlab olgandan keyin yana bir tanlaydiganimiz xatninki cho'ng kichikligi. Masalan, bu 8 dan boshlab 72 gacha birlikda uningdan cho'ng yoki kichik yozsak bo'ldi. Normal tekstlarni odatda 11 degan xat nusxasida yozamiz. Hozir cho'ngroq ko'rinishi men cho'ngroq tanlab qo'y 20. Endi biz bu yerga xat yozsak bo'ldi. Masalan, buning uchun yana biz til tanlaymiz. Bu til tanlashimizni ko'rib o'tgan Uyg'urchani tanladik. Biz hozir qilgan mashg'ulot tartib bo'yicha oldi bilan yo'nalishni tanladik. Bu birinchisi. Ikkinchi qatim xat nusxasini tanladik. Uchinchi qatim xatning nomerini tanladik, ya'ni cho'ng kichikligini. Uningdan keyin to'rtinchi qatim kirgizadigan tilni tanladik. Uyg'urcha. Endi xat yozsak bo'ldi. Masalan, ruxsat so'rash xati. Bu mavzu oldu, birinchi qur tugadi. Endi biz davomini yozmoqchi bo'lsak, yani davomlashtirib yozib bersak bo'ldi. Masalan, hurmatli muallim.
bir abzas mazmun tugidi. Uningdan keyin yangi qurdan bu bir qur tugidi. Hamda yil 2014-yili 10-oyning 22-kuni. Yani biz bir ruxsat so'rash xati yozdik. Bu yerda biz oldi bilan yo'nalishni belgiladik, xat nusxasini tanladik, xat cho'nligini belgiladik, undan keyin yozaverdik. Bu yozganlarimiz hammasi shu bir qatim tanlash bilan amalga oshdi. Endi biz bu yezib bo'lgan tekstlarning yana xat nusxasi yoki cho'nligi yo'nalishi deganlarni o'zgartiramiz. Masalan, bu ruxsat so'rash xati deganni tanlab, buningki xat nusxasini o'zgartiraylik. Masalan, al-katib Tom. Endi bunun astidagi xatlarning hammasini, mavzudan boshqalarni al-katib Tor degan xat nusxasiga o'zgartiraylik. Bunun xat nusxasini o'zgartirdik. Endi bu yerga enterni bosib, quruq qo'shib, mavzu bilan asosiy mazmunni ayiraylik. Bu yerga yana bir qor, bu yerga yana bir qo'rni tashlab, buni ayirsak. Demak, bizningki bir ruxsat so'rash xatimiz yozilib bo'ldi. Bu yerda biz o'rganmoqchi bo'lgan narsa yo'linish, xat nusxasi, xatning cho'nligi. Endi asosiy mazmun bilan mavzuningki xat numeri odatda farqli bo'ldi. Shuni biz asosiy tekstning xat numerini sal kichiklatili. Masalan 16. Mavzu 20 turaversin. Bu mazmunda o'rganmoqchi bo'lganlarimiz shu yerda tugadi.